Davom qilamiz. O'tgan darslarda dasturni sozlab qatlamlarni boshladik. Qatlamlarni ishga tushirdik. Birinchi qatlam o'qlar edi. Endi keyingi qiladigan ishimiz bajariladigan loyihani chizmasi bilan tanishamiz. Yana shu ko'rib turgan rasmdagi uy loyihasini yaratamiz. Bu yana diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, kichik bir uy, uyda prixojniy qismi va ikki xona sanuzel bo'laklardan iborat. Yana har tomondan ko'rilishi, uni endi planirovkasi, yana bizga kerak chizma. Har kimni loyihasida shunday chizma bo'ladi. Shu chizma bo'yicha ishlarni bajaradi. Endi bu bo'yicha to'liq ma'lumot berilgan. Bu yerda yana qurilish materiallarigacha qurish tashkil etuvchi elementlar hammasi ko'rsatib o'tilgan. Endi bizlarga hozir faqat shu chizmasi bo'yicha ishlaymiz. Chizmasiga e'tibor beringlar. Bo'yi, eni bo'yicha o'lchamlari 4 metr, bo'yi, eni 6 metr va har bir xonasini 2,1 metr, o'rtada 1,8, chetda o'ng tarafda 2,1 metrni tashkil etadi. Bo'yi 4 metr. Shu o'lchamlarni o'rgangan holda biz tashkil etuvchi o'qlarni chizamiz chizmada. Ishni boshlaymiz. O'qlar qatlamni aktiv holatda turibdi, ya'ni shu o'qlar ustida chizamiz. Kesmadan boshlaymiz. Birinchi nuqtani qo'yamiz. Pastga tortib, balandligi 4000 mm edi. Diskani bosaman, oxirgi ikkinchi nuqtasini qo'yaman. Endi podobiya bilan shuni nusxasini ko'chiraman. Podobiya bu tarafga 2,1 edi, adashmasam, to'g'rimi? Yurib beramiz chizmani. 2,1, 1,8, 2,1. 2100. Birinchisi qo'ydim, ikkinchisi 1,8, oxirgisi 2,1. Yana davom qilamiz. Vertikal chiziqlar chizildi. Endi gorizontal chiziqlarni chizamiz. Proyekt bo'yicha bir chiziq chiziladi. Ikkinchisi 1,5 metrdan keyin, ikkinchisi yana 2,5 metrdan keyin oxirgi chiziq. Bir chiziq 1,5 metr, 2,5 metr. Boshlaymiz. To'g'ri chiziq elementini olamizdan tortib 6000 mm yana chiziq ketishni taklif qiladi. Bizlarga yetarli. Endi podobiya bilan shuni nusxalaymiz. 1,5 metr edi, 1500. Endi keyingisini yana oxirgi qilingan ish instrumentini yodda saqlaydi va shuning uchun yana oxirgi harakatni takrorlash mumkin. Yana shu holatda turibdi. Oxirgi chiziqni bir marta bossak, pastroqqa tushsak, pastga tushirishni taklif qiladi. Yuqoriga tortsak, yuqori chiziq ustidan to'g'ri kelib turibdi. Biz pastga tortamizdan qiymatni kiritishimiz mumkin. 2500 edi. Yana shu tartibda o'qlar chizildi. Yana shtrix punkt yer chiziq yashil ranglar bilan ajratib turibdi. Yana o'qlar bo'ldi. Yana solishtirib ko'radigan bo'lsak, shu aynan shu razmerda o'qlar chizildi. Ana endi o'qlar chizilgandan keyin keyingi ish devorlar bo'ladi. Ya'ni shu chizilgan o'qlar yordamida devorlar chiziladi. Uni keyingi darsda ko'ramiz.
Thank